Opamga gapdagina mazam yo'q dedim. Borib ayangiznikida davolanib keyin deb jo'natib yubordi. Voy sho'rim. Ha, annamang, Xudo xola biz uyda sanatoriya deb o'ylaydik-ku. Bu pochchamdan boshqa qonni qopdi, har kuni oyoqda turmay yeb ichib kelishni biladi. Lekin shu opamga ikkitagina tablet gapirishga kelganda sharoiti bo'lmay qoladi. Anali javoblaring chiqibdi qizim. Qon kam, davleniya oshgan, oyoqda revmatizm, belda grija. Oho, bitta to'da talqon qiladigan opamni 6 oyda shaptali qoqib qo'yibdi-ku bular. Yana bitta mon sotib davolat ekanmiz-da. Mayli, oping tinch yashasa bo'ldi. Borib hamsoyalardan yana qarz so'ra. Hamsoyalardan qarz so'raguncha Xudo xola bilan pochchaga insof so'rasam bo'lmaymi? Ayancha tuzalib qoldim. Kelin narsalaringizni yig'ishtiring, ketdik. Mana momay chaqirasiz, eshakda ishxonada go'sht harom deganda, opam kasal bo'lib qolsa biz aka jo'natib berishni bilasiz. Tuzalish bilan o'chib kelganingiz o'ylaymi? Gartakkina uyat bormi? Ha, endi kelin bo'lgandan keyin xizmat qiladi-da. Kelin degan qul degani emas, bu ham odam. Qichab yuring, hali paxta cho'qqa ham chiqishingiz kerak. Zing'illang. Ha, onasi hamsa kelin qilgancha yarim kilo qurtlaga rashk kamput ko'tarib, har ikki kuni kelib bezor qo'yaradi. Kelin robotdek xizmat qilib tursa zo'r, kasal bo'lib qolsa pussasiga chiqib qolar ekanda. Momaycha.